Masalamizda qandaydir element alfa emirilishga uchrab, quyidagi elementga aylandi. Dastlabki elementning nukleonlar sonini toping deyapti. Qanaqadir x element bor edi. X elementimiz emirilishga uchrab, TH adashmasam tori edi. 90 ga 229 ga aylanibdi. Va bunda undan nima chiqib ketgan? Alfa zarra, ya'ni geliy 2.4 chiqib ketgan. Bunda yig'indi, ya'ni pastdagilar yig'indisi pastga, tepadagilar yig'indisi esa tepadagiga teng bo'ladi. Ya'ni 233 ni berar ekan bu. Shu nukleonlar soni tepada bo'ladi. Demak, A javob bo'lar ekan. Aktivligi 1600 bo'lgan moddani aktivligi 12 soatdan so'ng 25 bo'lib qolgan bo'lsa, yarim emilish davri aniqlang deyapti. A teng A0 ko'paygan 2 ning minus kichkinasi taqsim kattasi bo'ladi. Demak, 25 bo'lib qolgan bo'lsa, 25 barobar 1600 ko'paygan 2 ning minus kichkinasi 12 soatdan 12 soatdan keyin demak, davri nimaga teng bo'lgan? Xo'p, bu yerda 2 ning minus 12 taqsim t'si teng bo'lar ekan nechaga? 25 taqsim 1600 ga. 25 taqsim 1600 nimaga teng? 25 bilan 100 ni 2 dan nusxasi pastda 4, 1 taqsim 64 ga teng ekan. Demak, 2 ning minus 12 taqsim davri 1 taqsim 64 ga teng. Bu degani bu 2 ning nechisi? Bu 2 ning minus 6 adashmasam. 2 ning minus 6 bo'ladigan bo'lsa, minus 12 taqsim davr teng minus 6, davr teng 2 ekan. Xo'p, 33-savolimizda agar jism O nuqtaga ip orqali bog'langan bo'lsa va ip uzunligi 2 metr bo'lsa, ip vertikal tekislikda bir marta aylanma harakat qilish uchun jismga qanday minimal tezlik berish kerak deyapti. Agar ip bo'ladigan bo'lsa, V teng ilzosti 5 Jl tezlik berishimiz yetarli. Ip bo'lsa, ip bir marta aylanma harakat qilish uchun ilzosti 5 Jl. Agar sterjen bo'ladigan bo'lsa, V teng ilzosti 4 Jl tezlik bersak, bir marta aylanib kela oladi. Shuning uchun demak, birinchisini javobi ip bo'lgani uchun ilzosti 5 Jl. Ilzosti 5 Jl dan ne chiqadi? 5 kira 10 kira 2 100. 100 dan ne chiqadi? 10 chiqadi. Uchun birinchisining javobi B bo'lgan. Ikkinchisi, ip o'rniga xuddi shunday uzunlikdagi vazn sterjendan foydalansak, jism vertikal tekisda bir marta aylanma harakat qilish uchun unga berish kerak bo'lgan tezlik necha marta kamayadi? Dastlab ilzosti 5 Jl edi, keyin ilzosti 4 Jl bo'ldi. Necha marta kamaydi? Bo'lib oladigan bo'lsak, ilzosti 5 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Keyin demak, jismga vertikal tekislikda o'zgarmas tezlikda aylantirilmoqda deyapti. Jism 90 gradusga burilganda ipning tarangli kuchi necha newtonga kamayadi deyapti. 90 gradusga burilganda. Misol uchun bu tomonga tezlik beraversak, o'zgarmas tezlikda aylantirilyapti. Tezlik beraversak emas, o'zgarmas tezlikda aylantirilayotgan bo'lsa, eng pastki nuqtada, mana bu yerda, shu yerdagi, ya'ni boshlang'ich vaziyatdagi tarangli kuch nimaga teng? Bu yerda pastga yo'nalgan mg bor, hamda pastga yo'nalgan qaysi kuch bor? mv kvadrat taqsim L bor. Ikkalasining yig'indisi nimaga teng bo'ladi? Ipning tarangli kuchiga, ya'ni T teng mg plus mv kvadrat taqsim L ga. Ikkovining yig'indisiga teng. Eng chekki vaziyatda esa, mana bu nuqtaga kelganimizda ipning tarangli kuchi faqatgina nimaga teng bo'ladi? mv kvadrat taqsim L ga teng bo'ladi. Dastlab mg plus mv kvadrat taqsim L edi, u yerda esa nimaga teng bo'ldi? mv kvadrat taqsim L ga teng bo'ldi. Dastlab mg plus mv kvadrat taqsim L 90 gradusga burilganda mv kvadrat taqsim L o'zgarishi mg ga teng. O'zgarishi. Ya'ni mg ga kamaydimi? M 2 kg bo'lgandan keyin mg'imiz nimaga teng bo'ladi? 20 ga teng bo'lib qoladi. Xo'p, 175 metr balandlikdan boshlang'ich tezlik bilan erkin tashlangan jism ikkinchi sekundda 2 sekundda emas, ikkinchi sekund degan. Ikkinchi sekundda mana ch qo'shimchasi bor ekan, ikkinchi sekundda 25 metr yo'l o'tdi. Jism boshlang'ich tezligini toping deyapti. Bu yerda ikkinchi sekundda 25 metr o'tgan bo'lsa, n'inchi sekundda yo'l formulasiga qo'yamiz. 25 teng boshlang'ich tezlik bilan bo'lgani uchun 0 plus j taqsim 2, ya'ni 10 taqsim 2 ko'paygan 2 kira n minus 1. N'imiz 2 mi? Mana s teng 0 plus j taqsim 2 ko'paygan 2n minus 1 ga qo'ydik. Bu yerdan demak 0 topib olishimiz kerak bo'ladi. 2 kere 2 4, 4 dan 1 ni ayirsak 3,
10 ikki bo'lsa 5 ku. 5 kira 3 15. Bu yerda 16 necha ekan? 10 ekan. 16 topib oldik demak. Boshlang'ich tezligini toping degan ekan. Boshlang'ich tezligi 10. Desam boshlang'ich 4 sekundda qancha masofani bosib o'tishini aniqlang. 4 sekundda qancha masofani bosib o'tadi? 4 sekundda bosib o'tadigan masofasi S teng 16 plus gt kvadrat taqsim 2. 10 bo'lgani uchun 10 kira 4 plus 4 sekundda deyilganmidi? 4 sekundda deyilgani uchun 16 plus gt kvadrat taqsim 2 ga qo'yamiz. Gt kvadrat taqsim 2 ga. 16 karati 40 ni beradi. 40 plus demak. Xo'p, 10 ga bo'lsak 5, 5 kira 4 kvadrat 16 ga 8, 8. Besh kira 16 80 ni beradi demak. Qo'shsak esa 120 metr bo'lar ekan demak. 120 metr. Demak buning javobi 120 ekan.